Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu hafta ham o'z yakuniga yetib qoldi. Shanba tongi barchaga muborak bo'lsin. Bu haftada ham asosan yo'tal, nafas siqish, bo'g'ilish, bronxial astma kasalligidan aziyat chekayotgan ko'plab bemorlar bizga murojaat qilishdi va bu haftadagi muolajalarni to'liq qabul qilib, ahvollari ancha yaxshilandi. Agarda sizda va sizning yaqinlaringizda ham allergologik va immunologik muammolar mavjud bo'lsa, tez shamollash, nafas siqish, bo'g'ilish, yo'tal, hansirash kabi shikoyatlar, bronxial astma kasalligidan aziyat chekayotgan yaqinlaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz dushanbadan shanbagacha tongi 8 dan 12 gacha va 17:00 dan 20:00 gacha 2 smenada bemorlarni qabul qilamiz. Bizning manzilimiz Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 7-mavze, Lutfiy ko'chasi, 55-A uy, Aram klinikasi. Yandexda allergolog Muxtorov yoki Aram klinikasi deb qidirsangiz, bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Orientirimiz Haytech masjidi va Oqtepa kurugi, eski mikrokredit bank ro'parasida joylashgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz xayrli va barakotli o'tsin.